Jo'lan ko'rdingiz, odam aytganini qilsangiz kam bo'lmaysiz. Salkam 10 mingta odam kuzatyapti. O'shaning uchun kam bo'lmagani uchun pechenkalarni ham tavsiya qilgan. Aytgan narsamni olishadi. Endi xudo xolasa, mana aktiv pechenkalarimga qanaqadir aksiya qilib bering. Ani bor edi-yu, nimadiriz bor edi, o'shani qo'shib beraylik tekinga. Tekinga qilib beraylik. 30-40-50% qilmaydi, teppa tekinga. Vadino suv filtr $920 turadi, naqdga sotamiz $920dan. 10 ta aksiyaga qo'yib beraman. Bitta texnika. 10 ta. 20 ta 1 million 700 avditoriyaga nima bo'ladi? 20 ta qiling. Mayli, siz uchun, opamlar uchun 20 ta suv filtr, $920lik suv filtrni 20 ta birinchi xarid qilgan 20 ta xaridorimizga suv filtrimizni tekinga qo'shib beramiz. Bu suv filtri o'zim 2 yildan beri maza qilib ishlataman. Umuman ko'chadan bezga suv olib kirmayman. Choyniklarimda ham o'shaning uchun nakib yo'q. Живой Отзыв. Pechenkalarim qo'limdagi suv filtri teppa tekinga yutib olish xohlasanglar, albatta profiliga podpiska bo'lib olinglar. Undan tashqari, mana shu plisosni uyingizga olib borib, har bitta funksiyasi bilan tanishtirishi mutlaqo bepul. Pastda profil va raqam qoldiraman. Bemalol yozilib, uyingizga bo'sh vaqtingizga chaqirsanglar bo'ladi.